Atigi 99 ming so'mga mana shunaqa 3 ta katta hot-dog hamda 1,5 litrlik kola olishni xohlaysizlarmi? Xuddi shu imkoniyatni 505 burger sizlarga taqdim etadi. 3 ta hot-dog hamda 1,5 litrlik kola. Ular mazasini ko'rishdan oldin limon sharbatdan ichib oldim. Birinchi bo'lib o'sha hammaga mashhur bo'lgan legendarniy salatli hot-dogning mazasini ko'rishni boshladim. Ichlarini ko'rishingiz mumkin, juda ham to'la. Nondan salatlari, sosiskalar chiqib ketyapti. 3 ta sosiska solinar ekan, mazasi juda ham zo'r. Keyin bo'lsa kotletli hot-dogga hujumni boshladim. Ichida naq 4 dona kotleti bo'lar ekan, salat bargi, ketchup, mayonezlar bilan zo'r chiqishib, ajoyib ta'mni hosil qilyapti. Undan keyin misnoy hot-dogni oshqozonga ravona qildim. Ichini ko'rishingiz mumkin, juda ham to'la turibdi. Go'sht mahsulotlarini turli xillaridan ayamasdan solingan. Eng oxirida bo'lsa double cheeseburgerning mazasini ko'rdim. Bu aksiyadan tashqarida, lekin shunaqangi ishtahani ochdi, bitta yeb ko'rmasam bo'lmaydi dedim. Va yeb ko'rganimga afsuslanganim yo'q, juda ham takrorlanmas tamaki. 505 burgerdan turli xildagi hot-doglarni va burgerlarni topishingiz mumkin. Dastavka xizmatlari ham bor. Aksiyadagi 99 millik setda olaman desangiz 3 kilometrgacha bepulga ham dastavka qilib berishar ekan. 505 burger tavsiya qilaman. Manzil Uchtepa tumani Chilonzor 25-kvartal, aniq lokatsiya. Yandexga 505 burger seli to'g'ri shu yoqqa olib keladi.